Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar. Siz yana Vulqon Universal Drobilkalarining YouTube'dagi rasmiy kanaldasiz do'stlar. Mana bugun boquvga olgan qisir sog'liqlarimizda qo'tir kasalligiga qarshi kurash yo'llarini o'rgatamiz. Ya'ni hozir men sizga ko'rsataman, mana bu yaqinroq ko'rsatdim. Bunaqa qo'tirib ko'rmagan bo'lsalaring kerak. Juda bir holat chatoq, to'kilib ketgan. juda yomon holatga kelib ketgan. Mana shu qo'tir kasalini xudo xolasa shu bir hafta mobaynida to'kib, yo'qotib, tuki o'sgan holatni ko'rsatib beramiz. Buning uchun bizga bitta kesilgan baklashka, zubnoy shotka, endi nimagaligini aytaman. Paxta yog'i va oltin gugurt kerak bo'ladi. Bo'lmasa, vet aptekada mana yam degan maz bor. Ha, yam maz. Xo'p, mana shu mazdan to'kasalaring ham bo'ladi. Lekin biz uyimizda juda ko'p sinovda o'tkazganmiz. Eng zo'ri shu oltin gugurt bilan paxta yog'i. Hozir tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Paxta yog'ini baklashga qo'yamiz. Taxminiy aliginda miqdorda. Endi bizda ko'proq u qo'ydi. Qo'tir aksariyat qo'tir bo'lib ketgan qo'ylarni. Tez yuqadi qo'tiram. Ha, yuqumli kasallik. Mana bu oltin gugurt bilmaganlar uchun buni dalalarda ko'rgan bo'lsalaring, paxta zorlarda, tarvuz zorlarda bundoq idish bilan qo'yib qo'yishyapti. Yaqinroqdan ko'rsat. Mana. Mana och sariq rang. Hadi sassiq. Oltin gugurt. Oltin gugurtni paxta yog'iga solib aralashtiramiz. Qoch, yeb bo'lmaydi bu. Yeb bo'laveradi. Hozir bu holatda emasmi? Yem bilan yesa bo'laveradi. Hozir aralashtiramiz. Maz holatiga keladi hozir bu. Oltin gugurtda shu quritish xususiyati bo'lsa kerak yarani. Ha, u necha marta sinov qilgan bo'lsak uyda har doim zo'r effekt bergan bu. O'shaning uchun hozir bittasida yammazda sinab ko'ramiz. Bittasiga oltin gugurt. Qaysi bir tez ketadi? Ha, qaysi bir effekti yaxshi bo'ladi? Ko'rib baho berishadi o'zlari. Tumshug'ida hali kattasida oltin gugurt sinab ko'raylik. Mayda chudalardan keyin hozir juda holat chatoq yurudi-yu. To'g'ri. Hozir o'shanda mana shu oltin gugurt bu qichishtirsa ham kerak, a? Ha, bu juda yomon kasallik. Bitta nota doim perchatka kesilgan joyinglar bo'lmasa, qo'lda yo bir joyda. Kiyib qolsa yuqadi. Yuqqandan keyin o'sha sizda ham qo'tir rivojlanib ketib qoladi. Bu juda yuqumli kasallik, ehtiyot bo'lish kerak. Yomg'ir boshlaverdi uni. Yomg'ir boshlandi bizda. Ertalabdan bir qanday yomg'ir yog'yapti o'zi. Zo'r. Buni qo'y hayron, nima bo'lyapti deb. Qo'ylarni qorni ochib ketdi, kechga aylantirishga olib chiqamiz. Undan oldin hozir davolash boshlaymiz. Mana eringga. Mana patsient deydi. Patsientga. Turing. Tur. Mana yaqinroqdan ko'rsataman. Bu holat tavba qilinmas astag'firulloh. Kesakka o'xshab ketgan bashara. Bu holatga kelguncha qo'yni qanaqa egasi boqqan bilmayman. Juda xo'rlab o'rgan ekan. Mana. Mana shu holatda Hozir elib ketsangiz bo'la qolmaydi? Yo'q, hozir kirgizmaymiz-da. Kirish ham hech Nima qilmaydi, yeydi ham. Mana. Oltin gugurt o'z videolarimiz davomida ko'rishgan, yemlarga aralashtirib berilgan holatlarni ham. Juda yomon bo'lib ketganda bu. Mana shunday qilib suvga chiqamiz. Sartaroshga borsa yuzni chiska qiladi-yu. Buni sartarosh borib o'zi chiska qildirib olsa ham bo'ladi. Mana hozir xudo xolasa bir haftada ko'rmaganda bo'lib ketadi. Tomoqlarim tagigacha bo'lib ketganda, ko'zlarini usti. Endi bu yantog'diki qo'tirmasdi deya egasi, lekin ko'rinib turibdi, qo'tir bu. Bu juda holati chatoqda. Mana.
Cho'tka ham qisichlarini ham bosib turgan bo'lsa kerak. ichiga yediradida cho'tga. Yaxshilab. Qo'lda surkash noqulay. Quloqlarni. Ay, kimdir? Kimdir? Mana shu holatda Ketdi. bo'ldi. Endi keyingi qo'yimizga Yam. mazin surkaymiz. Hozir ishlatyapti turgan hamma preparatlarni o'sha Vetaptegalardan topsa bo'ladi. Vetaptegadan topsa bo'ladi. Yam emas. 50 grammlik. Bu ham sassiq bo'ladimi? Ha, hadi juda sassiq. Oltin gurtni ham damini berib oladi. Nargisi nima edi? Sassiq asidimidi? Aslida mana yana bitta mayda juda holati qatori bor ekan. Qani. Ketdi. Voy. Kabel qaydan keldi dedi. Ichkaridan olib chiqib chekildi. Tepadan suv oqtiga oldi. Mana. Ya bismillah. Kel. Kel. Mana bunisiga endi yam masuk deymiz. Juda. Lekin bu jaq qo'tirga o'xshamayapti ham lekin. Yo'q, qo'tir. Qo'tiri? O'ta yomon bo'lib ketganda. Bu qara, shishib ketganimi? Yara bu. Ay, to'polaq bo'ldi. Tuk o'smayapti-da. Tuk to'kilib ketdi. Hozir bir haftada mana shu tuk o'sib. Bunga qarshi ukol ham qilamizmi? Ha, ivermektin qilaman. Qichima, chesotka, qo'tirlarga qarshi Boshqa parazitlarga qarshi ivermektin qilamiz. Ivermektin. Bu video faqat mana yammaz bilan oltin gurt nima farqi? Paxta yog'ini farqini ko'rsatib beryapmiz. Xudo xohlasa video davomiy bo'ladi endi. Hurmatli obunachilar, men o'zim kelib oldim shu yerga. Dam olyapman ham, qo'ylar bilan mana shunday o'zim shug'ullanyapman. Ishga chiqqanim yo'q. Dam olish. Ivermektin bitkanasini ham yo'qotadi. Tashqi parazit hammasiga qarshi. Mana. Bo'ldi. Tayyor. Olg'a. Endi ikkita qo'yni ko'rsatib berdik, hozir qolganlarini ham obro'tga qilib chiqamiz. Videoni cho'zib olish keragi yo'q. Mana shu tartibda necha marta qilgan bo'lsak, oltin gurtli mana shu paxta yog'i oltin gurt aralashmasida 2-3 martadan ko'ra tugagan. 2 marta uzog'i 3 marta. Mana shu holatda eng yaxshisi bunaqa rivojlanib kuchayib ketmay turib issiqda qilgan yaxshi. Haligi odamlar qiladi-yu, atrobotga yog'ni qizdirib bosadi-yu. Bu ham yaxshi, jonini qiynab ortib borsa kerak-ku. Mana shu eng zo'r usul. Hurmatli obunachilar, shu ivermektinni 2 marta 3 marta qilganda ivermektin to'kib yuboradi. Shunaqa. Shu atrobotkada sinab ko'rganlar bormi? Atrobotka moyda kommentariyada yozib o'tib ketinglar, qanaqa effekt beradi? Ishlatib ko'rganlar bo'lsa, kommentda yozib o'tib ketinglar. Hurmatli obunachilar, bu videomiz mana shu o'tir temasida edi. Keyingi videomizda shamollash ko'rib turibsizlar. Iqlim o'zgarganiga tog'dan tushgani qo'ydi. Hammasi bir noqib qoldi mana. Yo'talib, aksiriyapti. Burnida ana oqyapti burnilari. Natijalarini ham etib ko'rsatib boramiz. Albatta. Keyingi videomiz bularni shu shamollashga qarshi kurash haqida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana videolarimiz mana shu 2-3 ta videodan beri noldan mana shu darajada og'ir holatdagi qo'ydi. Ya'niki hech qancha pul tikmasdan 1.250 mingdan qo'y oldim. Hozir yemga tayyorlash jarayoni. Tajribasi yo'q. Masalan, qanaqa qo'ydan foyda olish bilmaydiganlarga yaxshi videolar bo'ladi. Ko'rib olsalaring, albatta foydasi bor. Qo'y olib kelib yemga tashlab yuborsam bo'lar edi. Faqat unda patera ko'payib ketadi. Sababi yem ko'tara olmaydi. O'ladida buni qaytarib bo'lmaydi bo'tgandan keyin. O'shaning uchun hozir faqat o'tga haydayapmiz. 10 kun 15 kun o'tga haydab, qo'yni tiklab, yuvintirib, licheniyasini qilib olamiz.
keyin постепенно yemga o'tkazamiz. Xudo xohlasa uzoq 3 oyda qo'y tanimay qolishadi. Mana videoni boshini screenshot qilib olsa, kelgan holatlarni odamlar. Biz o'zimiz ham keyin videolarda baribir qo'yib ketamiz. Xudo xohlasa tanimay qolishadi bu qo'ylar. Endi buni o'ladi deganlarning sababi bular cherischur ko'p yeb qo'yadi, hurmatli obunachilar. Bitta qo'y seximdan yetib kelguncha o'lib qoldi yo'lda. Yo'lda 300 metr yurgani yaramay o'lib qoldi. Bular ochlikdan juda qiynalgan ekan. Qo'llanib ketgan ekan. Keyin ko'rayotganlarga iltimos qo'y boqsalaring chiroyli boqinglar, qiynab, xo'rlab, yemini bermay, ekonom qilaman deb o'zinglarni ham aldamaydi. 30 ta boqmanglar, 29 ta boqib shu 30-sini puliga yem boqsa hashay bilan. 30 ta qo'y boqilmasin, 20 ta boqish kerak. 10 tasiga zapaska olish kerak. Hashay bilan yem. Va albatta qo'yni foyda qilishga eng birinchi rejim. O'z vaqtida qarash. Hozir ko'rsatdim, qo'yxonaga qurilish boshlandi. Xudo hozir bir loyina qilib. Mana harakat boshlandi, hurmatli obunachilar. Keyingi videolarda shu qo'yxona qurilish jarayonlari, qanaqa rasxodlari, nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida ham отдельно to'xtalib o'tamiz. Hozircha mana bu yoqda banizadamiz. Men o'zim kechasi bilan 2-3larda ham boqqani olib chiqyapman. O'zim qolib şeyda bir kunda 2-3 marta yemlagan olib chiqyapman. O'tlatgani. Salqin-salqinda. Hozir endi yana o'tlatgan olib ketamiz. Hurmatli obunachilar, shuning bilan bugungi qisqacha videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi hozir sizlarga ikkitasini bir misol uchun ko'rsatib berdik. Hozir ichida qo'tir kasalligi bilan kasallanganlari bor. Biz ularni olib chiqib, ularga ham shu muolajalarni qilib qo'yamiz. Sizlar bilan hozircha mana shu yerda videoni tugatamiz. Keyingi videolarda ko'rishuncha deb qolamiz. Bizni podpishka qilib turganlardan hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Like bosib, kommentariy yozish esingizdan chiqmasin. Podpisatsiya boshlab esingizdan chiqmasin. O'ng tarafingizda podpisatsiya degan yozib turadi. Ustiga bitta bosib qo'ysanglar, mana shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlardan bexabar qolib ketmaysizlar. Sababi bundan buyog'iga kontent mana keldi. Har xil kasalliklari, nimalar bilan yemlash, qanaqa yem. Xullas, mana shu joy ishga tushirib olsak, sizlarga kontent qilishdan to'xtamaymiz. Bizni kuzatgan hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamiz qo'ralarimizda minglab zo'rlardan bo'lsin.